Короче, mana shu yil soliqdan menga o'zi har yili 900 ming to'lashim kerak bo'lgan soliq bu yil 6 million 192 ming so'm miqdorida chiqdi. Nimaga bunaqa chiqdi deb men soliq inspeksiyasiga bordim. Nimaga? Qanday qaror yo'q? Kadastr egalik qilish huquqi emasmi? Yo'q. 25-yil solig'ini o'zi 2.341 24-yilga soliq to'laganman-ku. to'lagan bir barobar. Qarang, o'sha paytda ulardan tashqari bo'lgan masalan menga 10 yildan keyin 2003-yilgi solig'ing bir barobar to'lagan ekansan 10 barobarini to'la deb kelsa shunaqa to'lashim kerak bo'ladimi? Nimaga 3 yildan keyin qaytyapti ekan-ku hozir? Shunda 22, 23, 24, 25-yillardagi to'lagan solig'im qayerga ketdi bilmayman, lekin 25-yil uchun shu 4 yillik soliqni qaytadan to'lashim kerak ekan. Yerga egalik qilish huquqi bo'lishi kerakligi haqidagi qaror 2025-yilda qabul qilingan. Lekin 2025-yilda qabul qilingan qaror uchun siz 2023, 2024, 2025, 2022 xolos oxirgi 3 yillik uchun soliq to'larkansiz, yana 3 barobar miqdorda yerga egalik qilish huquqi bo'lsin degan qaror mana shu yil chiqqan bo'lsa, nimaga 24, 23, 22 yillar uchun xolos o'tgan oxirgi 3 yillik uchun to'lash kerak? 3 barobar miqdor nima uchun? Tushunmayotgan narsam. Bu shtrafmi? Shtraf bo'ladigan bo'lsa, bu shu yil chiqqan-ku. Даже mana shu 2025 ga ta'sir qilmasligi kerak. 2025-yil chiqyaptimi? U 2026 ga ta'sir qilish kerak. Lekin yo'q, unaqa emas. To'laganman, o'tgan yilgi soliqlarni to'laganman. Yo'q. Kadastrim bor-ku desam, bo'lmasa kadastr bilan hal qiling problemangizni deydi. Bu ahmoqgarchilik emasmi? Hurmatli soliq inspeksiyasimi, soliq idorasimi, soliq qo'mitasimi, xolos soliqqa aloqador yoki vazirlar, tuda-suda xolos kim bo'lsa ham. Odamlar jinnimi yoki sizlar jinnimisizlar, kim jinni xos? Iltimos, mana shu videoga kommentariyaga yozasizlarmi, yuborasizlarmi, mana shunaqa tegishli organlarga yetib borsin. Odamlar bunaqa qiynalmasin. Bu bitta menda emas, 70-80% ahvolida bo'layotgan narsa.